بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli ahli İslam, mümin, Müslüman birodarlar. Allah Taala hammamizni tan jonimizni sog' salomat qilib, hamisha rushdi hidoyatda qilsin. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Azimishshanda 40dan ortiq oyatda ota-onani qadr qimmatini bilishlik, ota-onani hurmat qilish, ota-onani xizmatini qilish, ota-onani rozi qilish to'g'risidagi oyatlar keltirgan. Bir oyat borki, Injilda ham, Tavrotda ham, Qur'onda ham o'zgarmay kelgan. Bu oyatning ma'nosi ota-ona rozi, Alloh rozi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar ota-onani rozi qilgandan Alloh rozi bo'ladi. Norizo qilganni Alloh ibodatiga ham, taqvosiga ham qaramaydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam zamonalarida nihoyatda ibodatga berilgan, saxiy, 2 marta jihodda qatnashgan Alqama degan sahoba bor edi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Hazrati Ali karramallohu vajhu, Hazrati Bilal, Hazrati Umar sahobai kiromlar bilan suhbatlashib o'tirganlarida bir ayol izin so'rab yig'lab kirib keldi. Nima voqea bo'ldi deb so'radilar sarvari olam. Sahoba Alqama do'stingiz og'irlashib qoldilar. Nihoyatda qattiq sakratda yotibdilar. Shuni xabarini bergani keldim dedi ayol. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Sufi Bilalga, Hazrati Aliga borib Alqamani holidan xabar olinglar dedilar. Sahobalar kelishida haqiqatda Alqama og'ir yotardi. Bu holatni ko'rgan Hazrati Umar aytdilarki, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalima har kimning oxirgi so'zi bo'lsa, u albatta jannatidir. Birodar, la ilaha illallohni ayting, tahlil ayting. Alqama hamma so'zni gapirardi-yu, la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga tili kelmasdi. 3-4 marta qaytarsa ham aytolmadi kalimani. Ya Rabbi, islomga, diniga yoshligidan kirgan, iymon e'tiqodi mustahkam bo'lgan, namozxon, ro'zador, saxiy, jihodda qatnashgan insonni tili la ilaha illallohga kelmayapti-ya. Sufi Bilalga aytishdi bu voqeani Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yetkazing. Sufi Bilal kelib, ya Rasululloh, Alqama og'ir ahvolda, boshqa so'zlarni gapiryapti-yu, la ilaha illallohga tili kelmayapti. Alqamaniya, Alqamani tili kalima shahodatga kelmayapti ya Rasululloh. Payg'ambarimizni eslariga bir narsa tushgandek, Alqamani ota-onasi bormi dedilar. Otasi yoshligida o'tib ketgan, u onasi hayot. Onasi qaytdi, onasi boshqa joyda turadi. Boring Bilal, onaxon kelolsa kesillar, agar kelolmasalar men o'zim borib ko'rishaman dedilar. Sufi Bilal
Alqamani onasining uyiga kelib aytdilarki, sizga Muhammad Rasulullohdan salom. Agar borolsangiz chaqiryaptilar, borolmasangiz o'zlari keladilar. Onaxon aytdilar, jonim fido bo'lsin Muhammad Rasulullohga, payg'ambarimizga. Men hali u darajada emasman. Men o'zim boraman u zotning dargohlariga dedi. Onaxon kelib payg'ambarimizga salom berdilar. Keling onaxonim, yuqoridan joy ko'rsatdilar. O'g'lingiz Alqama qanday yigit? O'g'lim yaxshi yigit, o'ziz mendan yaxshi bilasiz ya Rasululloh. Namozxon, toat ibodatga kuchlik, ser sadaqa, jihodda o'ziz bilan birga qatnashgan. Sizga qanaqa onaxon? Sizga man o'g'limdan norizoman. Men ko'nglim singan o'g'limdan. Men o'g'limdan arazlaganman. Rozi bo'ling, rozi bo'lolmayman. Juda qattiq dilimni ranjitgan. 7-8 yoshida otadan qoldi. Shu bolamga o'gay ota o'qrayib qarasa qandoqchi deyman deb butun yoshlik umrimni shu Alqama o'g'limni deb fido qildim. Yemay yedirdim. Shu bolam agar mabodo bir o'gay ota urib qolsa, qosh qovoq o'yib qolsa, men bunga chidolmasligimni bilib umrimni shu bolamga baxshida qilgandim. Katta bo'ldi, uylantirdim. O'g'lim o'zgardi. Menga umuman e'tibori yo'qoldi. Faqat xotinini maqtaydi, xotiniga butun yaxshi gaplarni gapiradi. Men bilan umuman gaplashmay qoldi. Bu narsa dilimga qattiq botdi. O'g'lim, men bormanmi, yo'qmanmi, umuman e'tibori bo'lmay qoldi. Men bu holatni ko'rib dilim ranjib, ortiq bu uyda birga yasholmasligimizni tushundimda, men alohida bo'lib chiqib ketayotganimda ko'nglim uchun ham onajon, qayoqqa ketyapsiz? Meni boqib katta qilgansiz, xizmatingizni qilishim kerak deyish o'rniga o'zlari yuklarimni ko'tarib olib berdi. Men norizoman undan. Rozi bo'lmaysizmi onaxon? Yo'q. Bilal, Ali, maydonga o'tinni yig'ing. Gulxan yoqing. Alqamani o'sha gulxanda olib chiqib yoqamiz. Yondiramiz. Onasini norizo qilgan Alqamani bir o'tda kuyishini onasi ko'rsin. Kimni yoqasizlar? Alqamani o'g'lingizni yoqamiz, yondiramiz hozir. Qalbimni mevasini yoqasizlarmi? Meni yagona o'g'limni yoqasizlarmi? Undan ko'ra meni yoqilganim yaxshi emasmi? Bolamni yoqmanglar. Onaxon, agar siz rozi bo'lmasangiz, 2 marta jihodda qatnashgan ekan u. Kechalari turib ibodat qilib 5 vaqt namozni doim o'qib yurarkan, sahobai kirom bo'lgan ekan deb Alloh jannatga kirgizmaydi. Do'zaxda onasini yig'latgan, onasini norizo qilgan Alqama jahannamda yonadi. Alloh guvoh dedi ona. Siz guvohsiz ya Rasululloh. O'g'limdan dilim biron marta rushnolik ko'rmagan bo'lsa ham, qiynalib qornimda ko'tarib 9 oy ko'tarib yurganlarimga, o'limni bo'ynimga olib tuqqanlarimga, bir parcha etligidan boqib katta qilganlarimga mingdan ming roziman bolamdan. Bolam jannatda bo'lsin, bolam yoqilmasin. Men roziman bolamdan. Bilal, Alqamadan xabar oling dedilar sarvar olam. Sufi Bilal Alqama yotgan uyga kirmasdan ostonada Alqamani la ilaha illalloh
Muhammadur Rasululloh deb jon berganini eshitdi. Azizlar, onalar qadamin ostida jannat. Bu so'zni Muhammad Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Sarvari olam o'zlari yuvishda ham qatnashdilar. Janozani o'zlari o'qidilar. Qabrda ko'milgandan keyin aytdilar: Ya ma'sharal ansor va ya ma'sharal muhajirin. Ey meni deb vatanini tark etib, men bilan birga din uchun Madinaga hijrat qilganlar, men bilan birga kelganlarga uyini, molini berib yordam bergan madinalik ansorlar, biz shunday katta savob ish qilyapmiz deb ota-onangiz esingizdan chiqib qolmasin. Payg'ambarning orqasida iqtido qilib namoz o'qib, jihodlarda qatnashganlarni oldin qarashadi. Onani, otani rozi qilganmi? Ota-onani norizo qilgan bo'lsa, ularni u ibodatiga Alloh nazarini tashlamaydi. Ya Rabbi, dunyodan o'tgan onalarimizni, otalarimizni rahmat qilgin. Hayotlarini, umrlarini uzoq qilgin. Xizmatlarini qilib, qo'limizdan kelgancha duolarini olib, bu dunyo azizligida va oxirat azizligida bo'lishligimizni bir